Gap yo'qligi. Volvo kompaniyani elitiski batareykalik frontalniy pogurchik. Og'irligi 20 tonna ekan. Oldi kovush hajmi 3 kubadan 5 kubagacha kovush taqsa bo'lar ekan. Endi yeri gruntiga qarab boshqa salonni ko'rsatib beraman. Narxini ham hammasini aytib beramiz. Nech soat ishlaydi, hammasiga javob beramiz akalar. Boshqarish avtomatik ekan. Как dizelniy frontalniy pogurchlar degan bularniki skorsi ham bor ekan, eng qisqa 4 skors. Bitta emas ekan, oldi orqa faqat. Bu sensorlar juda noodatiy chiroyli chiqqan ekan. Birinchi marta to'g'ri frontalniy pogurch Volvo'niki minib ko'rishim. Bularni rishakchalari zo'r boshqarish. Bular faralari oddiy narsa ekan. Bu yoqda kamerasi bor, 360 gradus adashmasam, klimat kontrol bor ekan. Akalar, zavod o'zida ishlab chiqarishda bu Pashta 150 ming dollar turar ekan. Nima deysiz? 150 ming dollarga arziydimi? Eng qizig'i bitta zaryadda 6 soat ishlar ekan. Gap yo'q ekan. Volvo eng ishonchli kompaniyalardan biri. Men to'g'risi narxiga xursand bo'ldim. Men o'yladim 200 ming dollar desam, yo'q 150 ming dollar ekan. 142 ming dollar. Bu kovushi katta kovush turibdimi hozir? Yengil ishlovchi. Volvo, gap yo'q. Akalar ma'lumotlar qiziq bo'lgansa, like, bosh, obuna bo'lib ishlab chiqmasin. Hammaga omad.